Qizlarjonlar, agar bolam sog'lom tug'ilsin desangiz, chiroyli bolacha tug'ing desangiz, nima qilishingiz kerak? O'zingiz va xo'jayiningiz 800 mikrogrammdan homiladorlikni rejalashtirib, foliyaviy kislota ichishni boshlashingiz kerak. Kamida minimum 3 oy, maksimalni 6 oy davomida. Foliyaviy kislota erkakdagi spermadagi patologik spermatozoidlarni sonini kamaytiradi, kачествоni yaxshilaydi. Ayol kishida bolani homiladorlik vaqtida, ya'ni embrionni nerv trubkasi, ya'ni yuraklarini yaxshi rivojlanishi, nuqsonsiz rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'sha uchun har bir ayol va erkak homiladorlikni rejalashtirishdan oldin foliyaviy kislota bilan organizmini to'yintirishi shart va zarur.